Assalomu alaykum everyone. Hurmatli podpishchiklar, bizni kuzatuvchilar. Albatta detoks tayyorlayapmiz. Bizni soklardan, muzlatilgan soklardan mana tayyorlab buni mana bunday свежевыжатый qizil lavlagini so'ki, olmani so'ki va qizil sabzini so'ki. Va bu yerda kres salat, brokoli, wheatgrass va anorlik wheatgrassimizni detoksi tayyorlanyapti. Mana shunday qilib aralashtirib turilsa, iliq suv bilan yaxshi aralashadi o'rtoqlar. Va mana shulardan mix qilamiz. Bunga qo'shib albatta sabzini qo'shamiz ozgina. Bismillah. Olma qo'shamiz ozgina. Aralashmi? Sariq so'zi bilan qizilcha. Buni aralashtiramiz ozgina. Qoshiqcha bormi? Bor. Mana. Juda ham zo'r vitaminli detoks o'rtoqlar. Immunitet ko'taradi o'rtoqlar. Wheatgrassdagi sostavidagi xlorofil moddalari, demak mana turibdi. Xlorofil moddasi bizning qonimizga plazma vazifasini bajarib beradi o'rtoqlar. Hammanglarga salomatlik tilaymiz. Organic Green'ni tomosha qilishni davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va